Olinglar. Assalomu alaykum. Yaqinda Mo'min akamlar bilan tabiat qo'yniga tuyaqush pishirgani bordik. Birinchi marta tuyaqush pishirishim edi. O'zim olgan tajriba va bilimlarni sizlar bilan bo'lishaman. Mo'min akamlar tuyaqushdan qozon kop tayyorlashdi. Men bo'lsa tuyaqushni nisbatan yumshoq bo'lgan grudinka qismidan kabob tayyorlash uchun uyga oldim. Tuyaqush go'shti ko'rib turganingizdek ko'rinishi mol go'shtiga o'xshaydi. Faqat go'shtning yog'sizligi va tolalarida mol go'shtidan farq qilar ekan. Yumshoq pishish uchun mol go'shti va qo'y go'shtiga nisbatan ko'proq vaqt talab etilar ekan. Hammani qiziqtirgan mazasini oxirida kabob pishganda aytib o'taman. Tuyaqush ko'rib turganingizdek go'shtdor bo'lar ekan. Go'sht hamma joyini qattiqlik darajasi har xil ekan. Kabob uchun grudinka qismini tanlaganim sababi qo'l bilan ezib ko'rganimda grudinka qismini ancha yumshoqligini sezdim. Agarda tuyaqush go'shti qo'lingizga kelib tushib qolsa, tajribamdan kelib chiqib, nima ovqatlar qilsanglar mazali va yumshoq chiqishini aytib o'taman. Uzoq vaqt qaynatib pishiriladigan qaynatma sho'rvalar, shunda go'shtlari yumshoq, sho'rvasi mazali chiqadi. Tushonkalar, kotletalar, marnovka qilingan kaboblar va qiyma qilib ishlatishni tavsiya beraman. Umumiy qilib aytganda go'shtning yog'siz, quruqligi, qattiqroqligini hisobga olib taom tayyorlashni maslahat beraman. Balkim yoshroq, kishiro tuyaqush go'shti nisbatan yumshoq bo'lar. Uni ham keyinchalik tekshirib ko'ramiz. Internetda tuyaqush go'shtining foydalarini o'qib chiqdim. Sifatli oqsilga boy, vitaminlarga boy parhezbob, foydali go'sht hisoblanar ekan. Hammani qiziqtirgan mazasini aytadigan bo'lsak, agar bilmasdan yesangiz, kabobda mol go'shti deb o'ylaysiz. Agar bilib, sezib yesangiz, parranda go'shtini mazasini ham sezasiz. Kabob va o'zim yoqtirgan salat retseptini opisiya va kommentariyada to'liq yozib qoldiraman. Saqlab qo'yishni unutmanglar. Videoni tuyaqush go'shtini yeb ko'rmagan, lekin mazasi qanaqa bo'lishiga qiziqadigan yaqiningizga jo'natib qo'ying. Video foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like ayamasangiz xursand bo'laman.